Siz 10-sinfni bitiryapsiz va meditsina haqida orzu qilasizmi? Unda bu 5 maslahat aynan siz uchun. Meditsina yo'li hamma uchun emas. Bu tirishqoqlik, intizom va eng muhimi insonlarga bo'lgan katta muhabbatni talab qiladi. Birinchisi, tizimli o'qing. Tibbiyotda nafaqat mavzularni yodlash, balki ular orasidagi bog'liqlikni chuqur tushunish muhimdir. Maslahat: mantiqiy zanjirlarni ko'rishni o'rganing. Simptomdan tashxisga, funksiyadan o'rninga va nazariyadan amaliyotga. Ikkinchisi, nazariyadan amaliyotga. Olimpiadalarda qatnashishga va haqiqiy klinik vaziyatlarni tahlil qilishga harakat qiling. Ilmiy videolarni tomosha qiling, tibbiy nashrlarga obuna bo'ling va munozaralarda ishtirok eting. Bu klinik fikrlashni rivojlantiradi. Uchinchisi, intervalli takrorlash mashqini bajaring. Bugun anatomiyani o'rgandingizmi, uni 3 kun ichida, keyin 1 hafta ichida va 1 oydan keyin takrorlashni unutmang. To'rtinchisi, eng kuchlilar bilan o'rganing. Kuchli murabbiy, o'qituvchi yoki ixtisoslashgan maktabni toping. U yerda siz nafaqat test topshiriqlariga tayyor bo'lasiz, balki shifokor bo'lishga yanada ilhomlanasiz. 5-chi va eng muhim maslahat: o'zingizga g'amxo'rlik qiling. Siz robot emassiz. Boshqalarni davolash uchun avval o'zingizga g'amxo'rlik qilishni o'rganing. Kamida 7-8 soat uxlang, yaxshi ovqatlaning, dam oling va miyangizga 24 ga 7 ortiqcha narsalarni yuklamang. Oq xalat va orzu qilgan universitetga yana bir qadam yaqinroq bo'lishni xohlaysizmi? Unda Baxtiyarovas Academy abituriyent tibbiyot dasturi aynan siz uchun. Dasturda kimyo va biologiyani chuqur o'rganish, IELTS va SAT uchun tayyorlov, oliygohga kirish jarayonida ustozlik va haqiqiy yordam. Bizning bitiruvchilarimiz mamlakatimiz va chet davlatlarining nufuzli oliygohlarini talabasi bo'lib ulgurishgan. Siz ham ular safiga qo'shiling. Bu yoz biz bilan boshlanadi. Dastur 16-iyun kuni start oladi. Bunday imkoniyatni o'tkazib yubormaslik uchun bizga murojaat qiling.